kelin. Sizga kundosh olib kelibdimi? Shu Robertchalik ham bo'la olmadingizmi? Yorumga kelin boshqa ibor. Mani jonim charchamadilarmi? Umuman aka. Nima? Yesday matoxizi. Tanish, bu seni kundoshing bo'ladi. Mendan ustun bo'ldimi mana shu zanglarga temiriz? Xafa bo'ladi ham deb o'ylamaysan-a? Конечно, sendan ustun bo'ladi. Kattasiz, nima qilyapsiz, kim bilansiz demagandan keyin, telefonimni titramagandan keyin, gap qaytarmagandan keyin, конечно, sendan ustunda. Jonim meni. Assalom o'zimmi? Nim bo'chamiz. Choyni oling. Uy, yo'tami. Vau, choyni ham tovida damlasizda kelin. Turdinglarmi уже? Bu yoqishim sendan oldin turganlar. Kechirasiz. Hali uxlaganlari yo'q. Bechorashgan meni. Sevar edim men. Uxlamas ekanmi? Yutqizvas kelin, yutqizvas. Robotoy. Birinchi qarab oling. Menga qaramonjalaqa. Erimni tinch qo'y. Yo'qoligimdan. Ket. Arazlab onasiga keyin ketib qolmas ekanmi? Yutqizvas, darshi yutqizvas kelin. Madi, Ha, shampuning qani? bilmayman, tugagan. Rahmat o'zimni temir xotinim. Mana ko'ryapsanmi? Даже ma'mi biladi qanaqa shampun ishlatishimni. Icho, qanaqa shampun ekan? Ha, Heservey, Timsin mahsuloti. Har doim shundan foydalanaman-ku. Nima qilib beradi buningiz? O jinni bu luboy turdagi sochga tushib ketaveradi. Tushunasizmi? Birinchidan soch ildizini mustahkamlaydi, ikkinchidan silliq va yumshoq qiladi. Uchinchidan hidi uzoq turadi, keyin yog'lanishni kamaytiradi bu. Qara, sen bilmaysan. Mana jonim biladi meni. Erga qanaqa e'tibor berish kerakligini bilar ekan. Tamom bo'ldingiz kelin, tamom bo'ldingiz. We said goodbye in different ways. Meni kumushim charchab qolmadilarmi? Zaynabga e'tibor berma. Rashq o'tida yonyapti. Jonimiz. To'kurar ekanmi? Oxirigacha yashalmagan ekanmi? Kelin ketdingiz. Bingo, bingo.